Hallo liebe Deutschlernende, herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal. Assalomu alaykum aziz nemis tili o'rganuvchilar. Blitz nemis tili markazi YouTube kanaliga xush kelibsiz. Biz siz bilan B1 darajadagi darslarimizni o'rganishni davom ettirmoqdamiz. Oldingi darslarimda ham aytib o'tganimdek, B1 bu shunday darajaki, siz unda odatda bog'lovchilarni o'rganasiz. Bog'lovchilar esa sizga qo'shma gaplarni tuzishga, uzun gaplarni tuzishga yordam beradi. Qanchalik ko'p B1 darajada bog'lovchilardan foydalansangiz, uzun va qo'shma gaplarni tuzadigan bo'lsangiz, darajangiz shunchalik B1 ga mos ko'rinadi. Bugungi video darsimiz davomida ham biz siz bilan B1 darajadagi yana bitta muhim bog'lovchini o'rganamiz. Bu bog'lovchi sizga nafaqat B1 daraja sprechenda, balki schreibenda ham katta yordam beradi. Mavzuni boshlashimizdan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bugun biz siz bilan birgalikda wie so'rog'iga javob berishni o'rganamiz. Ya'ni bugungi bog'lovchimiz sizga wie bilan beriladigan savollarga javob berish uchun yordam beradi. Masalan, men aytsam, ular atrof muhit muammolarini hal qila olishadi desam, siz nima deysiz? Wie qanday deysiz, to'g'rimi? Siz kambag'al yoki kasal bolalarga yordam bera olasiz desam, qanday? Wie deysiz, to'g'rimi? Mana shu turdagi gaplarda biron bir ishni amalga oshirish uchun yana bitta talab qilinadigan holatni aytish uchun bizga indem bog'lovchisi yordam beradi. Ya'ni indem orqali deb tarjima qilinadi. Indem bizda orqali bog'lovchimiz wie so'rog'iga berilgan gaplarga, savollarga javob beradi. Yuqorida aytganimdek, ular atrof muhit muammolarini hal qila olishadi. Qanday degan savol tug'iladi. Wie kann man das lösen? Qanday buni yechish mumkin? To'g'rimi? Endi biz o'sha gapni yozamiz. Sie können die Umweltprobleme lösen. Mana, birinchi gapim. Ular atrof muhit muammolarini hal qila olishadi. Muammolarni hal qila olishadi. Wie qanday hal qilishadi? Ya'ni nimadir qilish orqali degan gapni ikkinchi qismga yozishim uchun menga indem bog'lovchisi yordam beradi. Misol uchun aytaylik, konferensiyalarda qatnashish orqali yoki bo'lmasam Umwelt bo'yicha bilimlarini oshirish orqali yoki yana bo'lmasam birgalikda bu mavzuni muhokama qilish orqali deganimizda indem bog'lovchisi yordamga keladi. Demak, Sie können Umweltprobleme lösen. Qanday? Nima deb aytdik tepada? Indem Sie an den Konferenzen teilnehmen. Sie können Umweltprobleme lösen, indem sie an den Konferenzen teilnehmen. Yoki, Sie können die Umweltprobleme lösen, indem gapni bu tomoni yuqoridagi gapimiz indem Sie intensiv besprechen. Mana qarang. Demak, bizda indem bog'lovchimiz orqali ma'nosini beradi. Biror bir harakatni, biror bir ishni amalga oshirish uchun nima talab qilinadi? Nimani qilish kerak? Ya'ni qanday amalga oshiriladi? Atrof muhit muammolarini qanday yechishadi? Kasal bolalarga qanday yordam berishadi? Degan savollarga biz gapning ikkinchi qismida javob berishimiz uchun bizga indem bog'lovchisi yordam beradi. U ajratilgan holatda yozilmaydi, qo'shib yoziladi. Ya'ni indem emas, indem orqali va yuqorida aytib o'tganimdek, u wie savoliga javob beradi. Qanday?
Har doim sizda bu ishni qanday qilish mumkin degan savol tug'ilganda, siz har doim javobni in dem bog'lovchisi bilan berasiz. Sie können die deutsche Sprache sehr gut beherrschen, indem sie jeden Tag üben. Har kuni mashq qilishingiz orqali tilni yaxshi egallashingiz mumkin. Yoki Sie können Weltreise machen, indem sie Geld sparen. Siz dunyo bo'ylab sayohat qilishingiz mumkin, pul tejashingiz orqali. Umumiy tarjima esa siz pul tejashingiz orqali dunyo bo'ylab sayohat qilishingiz mumkin degan ma'noni bildiradi. Sie können viel Geld verdienen, indem sie viel arbeiten. Ko'p ishlashingiz orqali ko'p pul topishingiz mumkin. Demak, bizga biror bir ishni bajarish uchun unga nima talab qilinadi? Qanday biz bu natijaga, bu jarayonga erisha olamiz, bu holatni, bu ishni bajara olamiz? Nima talab qilinadigan bo'lsa, biz o'sha gapni indem bog'lovchisi bilan yozib berishimiz yoki aytib berishimiz kerak bo'ladi. Yuqorida men sizga indem bog'lovchisini qachon, qayerda va qanday shaklda ishlatishni, qo'llashni o'rgatib o'tdim. Endi sizga 3 ta o'zbek tilida gap aytaman. Siz ularni nemis tiliga tarjima qilib, izohlarda yozib qoldiring. Biz to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini albatta sizga javob tariqasida yozib qoldiramiz. Demak, birinchi gapimiz, siz har kuni mashq qilish orqali nutqingizni yaxshilay olasiz. Birinchi gapimiz. Ikkinchisi, siz har kuni sport bilan shug'ullanish orqali sog'lom yashay olasiz. Keyingisi, siz xayriya qilish orqali kasal bolalarga yordam bera olasiz. Mana shu 3 ta gapni indem bog'lovchisi bilan tuzib, izohlarda albatta yozib qoldiring. Bu bilan o'rganilgan mavzuni mashq qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Heute haben wir zusammen den Konnektor indem gelernt. Das ist ein wichtiger Konnektor in B1. Das können Sie in Schreiben und Sprechen benutzen. Bugun biz siz bilan B1 darajadagi muhim bo'lgan Schreiben, Sprechen uchun juda ham foydali bog'lovchini o'rganib chiqdik. Albatta gaplarni izohlarda yozib qoldiring. Mustaqil tarzda yozgan gaplaringizni ham albatta kutamiz. Bis nächsten Unterricht. Auf Wiedersehen.